Salom qizlar, bugungi videomizda bunaqa объемный dizayn qilishni o'rganamiz. Bunaqa tomchi effektini yasashni o'rganamiz. Buning uchun sizlarga xohlagan ranglardagi gel-laklar kerak bo'ladi. Men bunaqa Gamma firmasidan gel-lak ishlatyapman. Hozir tipsiga dizayn qilib ko'rsataman. Xohlagan ranglarni tipsiga surib olasizlar. Va undan keyin matoviy top olib, matoviy topni o'sha qurigan gel-lakimiz ustidan surib, buni ham quritib olamiz. Mana o'zimga matoviy effekt juda ham yoqadi. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi matoviy va bizga prozrachniy gel kerak bo'ladi. Ya'ni narashka uchun gel bor-ku, o'sha gel bilan hozir dizayn chizamiz. Ya'ni bunaqa tomchilar qo'yib chiqamiz. Tomchini kattaligi o'zingiz xohlagandek bo'lishi mumkin. Hozir kichkina tomchi qo'yib, unga bunaqa dumaloq bulyon qilib yopishtiramiz. Buni ham razmeri har xil bo'ladi, o'lchami har xil bo'ladi. O'zingizga razmerdagisini tanlab, gelga qo'yib, chetidan ozgina gel quyib yuborib, lampada quritib olasiz. Va o'sha gel bilan dalshi dizayn chizishni davom etamiz. Ya'ni bunaqa katta gel surib olib, lampada quritib olib, ustidan yana bir qavat qilib, keyin yana lampada quritib olsangiz bo'ladi. Bu sizga katta tomchi effektini berish uchun yordam beradi. Ya'ni bir martada unaqa katta gelni qurita olmay qolasiz. Shuning uchun 2-3 qavat sursangiz, siz xohlagandek takoy katta объемный dizayn chiqadi-da. Объемный o'zbekchalab nima deylardi? Katta de. Mana hozir men kattaroq dumaloq bulyonchik qo'ydim. Buni ham chetlariga bunaqa geldan suv oqqanga o'xshagan tomchi effektini chizyapman. Buni ham bir qavat emas, 2-3 qavat qilib suryapman. Chunki men shunaqa katta dizayn olmoqchiman-da. Ushlaganingizda bu notekis bo'lib turishi kerak-da. Shunaqa chiroyli effekt xohlayapman. Bunaqa как будто suv oqib tushayotgandek bunaqa. Va buni 3-4 marta quritganingizdan keyin ustidan glyansoviy top suramiz. Glyansoviy topni faqat mana bu gel qilgan joyimizga suramiz. Glyansoviy top mana bu matoviy joyiga tushib ketmasligi kerak. Agar matoviy joyiga glyansoviy top tushib qoladigan bo'lsa, matoviyligi ketib qoladi. Bu dizayn har xilni qilib ko'ryapmiz. Birinchi bulyonchik qo'yib, keyin mana bunday tomchi qo'yamiz yoki birinchi tomchi qilib olib, keyin ustidan bulyonchik qo'ysak bo'ladi. Bu dizayn sizning fantaziyangizga qarabdi. Fantaziyangizga nimalar kelsa, xohlagan narsa qilib ko'rishinglar mumkin. Menga shu kasb shuning uchun ham yoqadi. Kreativ, miyangizga qanaqa narsalar kelsa, shuni hammasini qilib ko'ra olasiz. Har xil dizaynlar qilib ko'rasiz. Har xil klientlar bilan gaplashasiz. Bu menimcha ofisda zerikib o'tirishdan yaxshiroq deb o'ylayman. Mana dizaynimiz bunaqa katta объемный suv tomchilariga o'xshab tayyor bo'ldi. Sizlarga yoqdimi? Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin. Kommentariy yozib qo'llab-quvvatlab turinglar va onlayn manikür o'rganmoqchi bo'lsanglar noldan onlayn kursimga qo'shilishinglar mumkin. Ma'lumot uchun Telegramga yozinglar. Telegram ник kanal описаниясida.